Minecraft 2009-2010 yillar atrofida chiqarilgan diski turburchak shakllardan iborat bo'lgan ichida Herobrine degan zo'rlovchi shaxs bor o'yin hisoblanadi. Gapimga qo'shilasanmi, Jamol? Poq Minecraftga kirasiz, o'ynaysiz, hozircha hammasi yaxshi ketyapti. Daraxt chopasiz, ko'mir topasiz, temir qaziysiz, kuchayasiz, do'stingiz o'zidan-o'zi qo'shilib qoladi. Uni o'ldirasiz, davom ettirasiz. Yana qaziysiz, do'stingizni o'ldirasiz, qaziysiz, o'ldirasiz, qaziysiz, o'ldirasiz va almas topasiz. Do'stingizni o'ldirasiz, portal qurasiz. What? Nizir olamga kirasiz, jum bosganlarni o'ldirasiz. Qora yo'loqlar orqasidan quvlaydi. Qaytdan ham kelib, o'z olamingizga qaytasiz. Do'stingizni yana o'ldirasiz. Yana bir portalni qidirasiz. Ungacha kech tushadi. Zombilar inangizni ko'rsatadi. Shu payt yo'q joydan Jamol paydo bo'ladi va sizga yotoqxona beradi. Va unga qarab rahmat deysiz va uni ham o'ldiraverasiz. Uxlaysiz va yana portalni qidirasiz va topasiz. Qaziysiz. Assalomu alaykum, bratim. Siz qaziysiz va portal makoniga tushasiz. Bu yerni labirintda farqi yo'q. Bu itdan qaytgan portalni yana 3 soat qidirasiz va topasiz. Lekin xursand bo'lishga hali erta. Portalni oldida tarakanlar armiyasi turadi. Ularni bir balo qilib o'ldirganingizdan so'ng portal ko'zlarini joylashtirasiz va bitta ekmay qoladi. Onangni va yana yo'q joydan Jamol kelib sizga bitta ko'z berib ketadi. Unga yana rahmat deb aytasiz va yana o'ldirasiz. Portalga kirasiz. Ana endi haqiqiy ingizni ko'rsatadigan xor pishtak sizni kutib oladi. Uni nishtadir jon ko'paytiradigan jiyanlar bo'ladi. Ularni buzasiz, hammasini buzib bo'ldim deb o'ylaysiz. Lekin bittasi qolib ketgan bo'ladi. Asabingiz chiqadi, dragonni so'kasiz va u bittani ham buzishga yo'l olasiz. Yarim yo'lda bloklaringiz tugaydi. Sizda umuman blok qolmadi. Tepaga boshqa yo'l bilan chiqib bo'lmaydi. Qanday chiqishni o'ylaysiz? Ungacha dragon sizni inangizni ko'rsatib ketadi. Yana dragonni so'kasiz va yana yo'q joydan Jamol paydo bo'lib sizga samolyot berib ketadi. Unga yana rahmat deysiz va bu safar o'ldirmaysiz. Tiriklayin ko'mib ketasiz va samolyot bilan oxirgi jon ko'paytiradigan manqurtni oldiga chiqasiz. Uni yo'q qilasiz va endi dragon faqatgina pastdan jon oladi. Afsus, uni esa buzib bo'lmaydi. Lekin bu bizga plus bo'ladi, chunki dragon pastga tushganda uni urish osonlashadi. Bu vaqtda siz bir o'lib olasiz va yana dragonni o'ldirishga borasiz. Nihoyat siz ajdarni o'ldirasiz va XP-laringizni ko'paytirasiz. Portalga kirasiz. Oldingizdan bir kitob so'zlarini o'qimay o'tkazaverasiz va yana siz dunyoga qaytarilasiz. Va endi nima? Rostani. Va endi nima? Nima qilishimiz kerak? Hech nima. Zerikasiz. Minecraftda boshqa qiladigan ish qolmadi. Qo'ylaringizni boqasiz, quyosh botishga qarab o'tirasiz va yerdan chiqasiz.